Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugun biz sizlarga qo'l yuvish texnikasi, tibbiy qo'lqop kiyish texnikasini o'rgatamiz. Qo'l yuvish texnikasi 6 qadamdan iborat. Iliq oqar suv va suyuq sovun yordamida qo'llarimizni yuvishni boshlaymiz. Birinchi qadam: qo'limizni iliq oqar suvda namlab, kaftimizga sovun siqib olamiz. So'ng birinchi kaftimizni bir-biriga ishqalaymiz. Har bir qadam 5-6 soniya davom etadi. Ikkinchi qadam: kaft ichlarini barmoq oralari bilan ishqalaymiz. Uchinchi qadam: kaft tepa qismini barmoq oralari bilan ishqalaymiz. To'rtinchi qadam: barmoqlarimizni kaft ichiga zanjir qilib bir-biriga ishqalaymiz. Beshinchi qadam: katta bosh barmog'imizni aylanma harakat bilan ishqalaymiz. Oltinchi qadam: barmoqlarimizni juplab, kaftimizni o'rtasiga aylanma harakat bilan ishqalaymiz. Iliq oqar suv bilan yaxshilab yuvib tashlaymiz. So'ng tirsagimiz bilan suvni o'chiramiz. So'ng salfetka bilan artamiz. Steril qo'lqoplarni kiyishimiz uchun qo'llarimizni tozalab yuvib olishimiz kerak bo'ladi. Qo'lqoplardan foydalanishdan oldin uning razmeri hamda sana va muddatiga e'tibor berishimiz kerak. Qadoqda ko'rsatilgan strelka bo'yicha qo'lqoplarimizni ochib oldik. Sizga qulay bo'lishi uchun qo'lqoplarning o'ng hamda chap qo'l uchun mo'ljallangan qismi yozib qo'yilgan bo'ladi. Qo'lqop kiyish jarayonida eng muhim narsa shundan iboratki, qo'llarimiz uning tashqi qismiga, ya'ni steril qismiga tegib ketmasligi shart bo'ladi. Mana qo'lqoplarni to'g'ri kiyib ham oldik. Diqqat qiling, endi uni xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holatda to'g'ri yechishimiz ham shart bo'ladi.